boshida kelganimda egalari eng kamida 95 ming, 100 ming dollardan kelsalar kerak deb o'ylab turdim. Lekin akalar shunaqa zo'r narxda chiqazyapmiz. Nazarbay Turkistonda joylashgan Orientir 4-maktabning yonginasida mahalla bo'ladi. Katta yo'ldan 400-500 metr atrofida tushib keladi. Umumiy 8 sotixlik korobka uchastka. Srochniy narxda ko'rsatyapmiz. Aka, bu joyga bosib olmasangiz bo'lmaydi-ku. Men bu uchastkani ko'ryapsizmi? Sifat bilan baquvvat qilib qurilgan. Narx 4 ta xonasi plus xol. Bundan tashqari alohida ayollarimiz uchun oshxona joylashgan bo'pti. Kladovka xona, sanuzollarni ko'rishimiz mumkin. Kirish darvozaxonasi shunaqa naves ostida joylashgan bo'ladi. Tapchani zona, bitta ikkita mashina bemalol sig'adi. Hovlisini qarang endi. Bu yoqda zeleniy zona, bu yoqda zeleniy zona joylashgan bo'pti. To'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan. Hech qanaqa qing'ir qiyshiq joylari yo'q. Narxini ham oldin aytib o'tib ketaman. Umumiy oladigan bo'lsak, 8 sotix umumiy 85 ming dollarga chiqazyapmiz. Albatta, egalar bilan yana savdolashsanglar bo'ladi. Bu yoq asosiy uchastka orqa tarafda 3 sotix atrofida bo'lib qo'yishgan ekan. 3-15 sotix atrofida chiqadi. Orqa tarafida ham ko'cha bor ekan. Aka, ko'ryapsizmi? To'g'ri to'rtburchak. Ko'cha tomon fasad taxminan 17, bu yog'iga 18 metr atrofida kiryapmiz. 3-15 atrofida. Nazarbay Turkistonda agar bu yoq tarafini o'zini bosib olaman deydigan bo'lsangiz, egalari 30 ming dollarga berib olaman aka deb aytishyapti. Shunda bosib oladigan joy bo'lib qolibdi-ku. Nazarbay Turkistonda 4-maktab yonginasida joylashgan bo'pti, akalar. Pastda egalarni o'rni qoldiramiz.